Oxirgi paytlar o'zimda shu muammoni sezdim. Uzoq bir joyga tikiladigan, birov gapirsa e'tibor qilmaydigan bo'lib qolibman. Bunaqa odatim yo'q edi o'zi. Ko'zim sizga qarab turishi mumkin, lekin xayollarim boshqa joyda. Baland oq minoralar, eshiklari sonlangan, xohlagan eshigingdan kir deb turgandek go'yo. Qadamlaring yetgan bo'lsa bo'ldi faqat. Odam gavjum, shovqin, ovozing o'zingdan boshqa hech kimga eshitilmaydi. Bildimki, men uzoqdaman. Jismim uzoqda. Xayollar, aqlim, qalbim Makkada. Endi his qilyapman, men Makkadan uzoqdaman. Bir oy bo'libdi ro'pparosa Makkadan ketganimga. Bugun menga Mezon boksdan kitoblar yetib keldi. O'qib boshlaganimdan o'zimni Makka va Madinaga tushib qolgandek his qildim. Ta'tildalik paytim ko'proq Makka va Madina haqidagi kitoblarni o'qib o'rganmoqchiman va sizga ham xolis tavsiya qilgim keldi. Mezon boks sizga darrov yetkazib berishadi.